Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Jumladan chegara qo'shinlari qo'mondonligida harbiy xizmatchilarning farzandlari ishtirokida "Mening dadam vatan himoyachisi" shiori ostida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Unda yoshlar uchun Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida mavjud jangovar harbiy texnika va qurol-yaroqlar, shuningdek harbiy xizmatchilar tomonidan ko'rgazmali jangovar chiqishlar namoyish etildi. Bugungi tadbirdan men nihoyatda xursandman. Mening dadam harbiy bo'lganlari uchun bu kasb meni juda ham qiziqtirdi. Kelajakda men ham harbiy bo'lib, vatanimga xizmat qilaman. Menga harbiy texnikalar juda ham qiziq bo'lgan va bugun men ularni bevosita tomosha qildim va bular menga juda ham yoqdi. Ular haqida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bugungi tadbirda juda ham yoqqan narsa aloqa vositalari. Ular juda ham kerakli vositalar ekan va ularni ishlatib ham ko'rdim. Kelajakda dadamga o'xshab xuddi shu sohada xizmat qilishga tayyorman. Tadbir doirasida tashkil etilgan turli mavzu va janrlarda iqtidorli harbiy xizmatchilar tomonidan chizilgan rasmlarning yig'ma ko'rgazmasi ham ertamiz egalari e'tibor markazida bo'ldi. Chegara qo'shinlari tarixiy muzeyiga bo'lgan tashrif esa harbiy xizmatchilarning farzandlarida o'zgacha taassurot qoldirib, u yerda yoshlar chegara qo'shinlarining tarixi va rivojlanish bosqichlari bilan yaqindan tanishishdi. Biz tengdoshlarimiz bilan chegara qo'shinlari haqida, harbiylar haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu yerda juda ham ko'p eksponatlar bor ekan. Men ham kelajakda chegarachi bo'laman va davlatimiz chegarasini munosib qo'riqlayman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Tadbirning badiiy qismida chegara qo'shinlari harbiy orkestri tomonidan harbiy vatanparvarlik mavzusidagi kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Shundan so'ng harbiy xizmatchilarning farzandlariga fantastik sarguzasht janrida zamonaviy xalqaro animatsiya standartlari talablariga muvofiq ishlangan milliy mahsulot hisoblangan Sehrlandiya qahramonlik missiyasi animatsion filmi namoyish etildi. Film bolalarda fidoyilik, vatanga muhabbat va jamiyat oldidagi mas'uliyat hislarini kuchaytirishga xizmat qilishi bilan ham ular tomonidan ijobiy qabul qilindi. Bu kabi ezgu maqsadlarni ko'zlagan amaliy tadbirlar Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari bo'ylab keng qamrovda o'tkazilishi davom etmoqda.